Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz sizning moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda muhim va dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Agar siz 1970 yildan oldin tug'ilgan bo'lsangiz, bu ma'lumot aynan siz uchun va agar sizning ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz bo'lsa, ularga ham darhol yetkazing. Chunki aprel oyida sizni kutayotgan nafaqa yoki boshqa turdagi moliyaviy yordam pulini olish uchun zudlik bilan ba'zi ishlarni amalga oshirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki real vaziyatga to'g'ri baho berishga va kerakli choralarni ko'rishga chaqiriqdir. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu juda muhim. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy sohada, xususan nafaqa va moddiy yordamlar taqsimoti tizimida juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Ilgari ko'pgina fuqarolar, ayniqsa keksa avlod vakillari, nafaqalarni pochta orqali yoki hatto naqd pul shaklida uyma-uy yetkazish tizimi orqali olishga odatlangan edilar. Ko'pchilik uchun bu qulay va an'anaviy usul bo'lib tuyulardi. Odamlar o'z shaxsiy ma'lumotlarining barcha davlat reyestrlarida mukammal darajada yangilanganiga yoki bank kartalari bilan bog'liq jihatlarga unchalik e'tibor bermasdi. Ularning asosiy tashvishlari pasportlari va nafaqa hujjatlari joyida bo'lsagina yetarli edi. Ammo endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat mamlakatda raqamlashtirish jarayonini jadallashtirib, barcha ijtimoiy to'lovlarni, jumladan nafaqa va bir martalik moddiy yordam pullarini bevosita fuqarolarning bank kartalariga o'tkazishga intilmoqda. Buning asosiy sabablari bir nechta. Birinchidan, shaffoflikni ta'minlash. Naqd pulsiz hisob-kitoblar barcha operatsiyalarni kuzatish imkonini beradi va korrupsiyaning oldini olishga yordam beradi. Ikkinchidan, samaradorlikni oshirish. Pul mablag'lari bevosita olishchiga, ortiqcha vositachilarsiz va kechikishlarsiz yetib boradi. Uchinchidan, qulaylikni yaratish. Fuqarolar pochta bo'limlarida yoki banklarda navbat kutishdan xalos bo'lishadi. Pullarni istalgan vaqtda va istalgan joyda bankomatlar orqali olishlari mumkin. To'rtinchidan, ma'lumotlar bazasini yangilash va tartibga solish. Davlat tashkilotlari fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini yagona markazlashtirilgan reyestrlarda jamlash va muntazam yangilab borish ustida ishlamoqda. Bu esa o'z navbatida nafaqa va ijtimoiy to'lovlarni yanada aniqroq manzilli yetkazishga zamin yaratadi. Aynan shu o'zgarishlar fonida 1970 yildan oldin tug'ilgan fuqarolar uchun aprel oyida kutilayotgan moliyaviy yordamni, bu pensiya indeksatsiyasi, bir martalik to'lov yoki boshqa ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Hech qanday muammosiz olish uchun ularning shaxsiy ma'lumotlari va bank rekvizitlari davlat reyestrlarida to'liq va aniq aks etishi zarur. Agar bu ma'lumotlarda uzilishlar, nomuvofiqliklar yoki eski ma'lumotlar mavjud bo'lsa, sizning pulingiz ushlanib qolishi, umuman kelmasligi yoki boshqa xato hisobga o'tkazib ketish xavfi bor. Aynan shu sababli ham biz bugun sizni shu qadar jiddiy ogohlantirishga qaror qildik. Birinchi asosiy qissam batafsil tahlil. Nimalarni bilishimiz kerak, kimlar xavotirlanishi lozim va kimlar uchun bu muhim emas. Bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, hukumatimiz tomonidan 2024 yil aprel oyidan boshlab ayrim toifadagi fuqarolarga, ayniqsa 1970 yildan oldin tug'ilganlarga qo'shimcha moliyaviy yordam yoki pensiya miqdorini qayta hisoblash bo'yicha yangi dastur ishga tushirilishi kutilmoqda. Bu dastur odatda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'ladi. Ammo bu mablag'lar sizning qo'lingizga yetib borishi uchun sizning ma'lumotlaringiz eng so'nggi talablarga javob berishi shart. Xususan quyidagilarni bilishingiz lozim. 1. Shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi. Astirish pasportingizdagi ma'lumotlar, ism, familiya, ota ismi, tug'ilgan sana, manzilingiz, davlat pensiya jamg'armasi, DPJ davlat xizmatlari markazlaridek ma'lumotlar bazalarida bir xil bo'lishi shart. Agar pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, muammo yuzaga keladi. 2. Asl bank kartangizning mavjudligi va amalda ekanligi. Astirish ko'pchilik nafaqa oluvchilar uchun pul to'g'ridan to'g'ri bank kartasiga o'tkaziladi. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa yoki kartangiz muddati o'tgan bo'lsa, yangi kartaga ega bo'lishingiz va uning rekvizitlarini tegishli davlat idoralariga taqdim etishingiz kerak. Uch asriq interaktiv davlat xizmatlari portali IDISP'dagi ma'lumotlaringiz ba'zan aynan shu portal orqali ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi
Lekin ba'zi hollarda fuqarolarning shaxsiy kabinetida ma'lumotlar eskirgan bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi lozim? Eng avvalo quyidagi toifadagi fuqarolar xavotirlanishi va zudlik bilan o'z ma'lumotlarini tekshirishi shart. 1907 yildan oldin tug'ilgan va hozirda pensiya yoki boshqa turdagi davlat nafaqasini oladiganlar. Hali ham nafaqasini pochta orqali yoki uyga keladigan xodim orqali naqd pulda oladiganlar. Bank kartasi bo'lmaganlar. Bank kartasining muddati o'tgan bo'lsa-da uni yangilashga ulgurmaganlar. Pasport ma'lumotlari, familiyasi, manzili va hokazo o'zgargan, ammo bu haqda pensiya jamg'armasiga yoki DXMga xabar bermaganlar. Oldin bank kartasi orqali pul olgan, ammo qandaydir sababga ko'ra kartasi bloklangan yoki yo'qolgan bo'lsa, o'zining shaxsiy bank kartasi o'rniga farzandining yoki boshqa qarindoshining kartasiga nafaqa o'tkazib oladiganlar. Bu qoidalar bo'yicha taqiqlangan amaliyotdir, lekin ayrim hollarda shunday holatlar uchraydi. Astirish kimlar uchun bu muhim emas. Agar siz 1907 yildan keyin tug'ilgan bo'lsangiz, ushbu dastur sizga bevosita tegishli bo'lmasligi mumkin. Ammo umumiy ma'lumotlarni yangilash har doim foydalidir. Agar siz hozirda nafaqa yoki boshqa davlat to'lovlarini o'z nomingizga ochilgan, amalda bo'lgan bank kartasiga muntazam ravishda olsangiz va pasport ma'lumotlaringizda so'nggi yillarda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz ehtimol yangilangan va siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Haqiqiy hayotdan olingan misollar va raqamlar bilan tushuntirish. 1. Ahmad Bobo 75 yosh, 1900 yilda tug'ilgan. Ahmad Bobo umr bo'yi qishloqda yashagan. Nafaqasini doim pochta orqali naqd pulda olardi. Uning bank kartasi ham yo'q, bankka borgani ham yo'q. Yangi qonunlarga ko'ra aprel oyida uning pensiyasiga qo'shimcha ravishda 500 ming so'm bir martalik moddiy yordam puli berilishi lozim edi. Ammo Ahmad Boboning bank hisob varag'i yo'qligi va ma'lumotlari tizimda yangilanmagani sababli bu pul unga yetib bormaydi. U zudlik bilan DXMga murojaat qilib, bank kartasi ochishi va rekvizitlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishi shart. Aks holda ushbu qo'shimcha puldan mahrum bo'lishi muqarrar. 2. Oysha buvi 68 yosh, 1956 yilda tug'ilgan. Oysha bu 20 yil oldin turmushga chiqqan, familiyasini o'zgartirgan. Uning eski pasporti eski familiyasi turadi. Ammo so'nggi yillarda yangi biometrik pasport olganda familiyasi yangilangan. Nafaqasini esa eski familiyadagi ma'lumotlar bilan bog'liq bank kartasiga olar edi. Endilikda davlat reyestrlarida yangi pasportdagi ma'lumotlar asosida ish olib borilayotgani sababli uning pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari eski familiya bilan bankdagi ma'lumotlari yangi familiya orasida nomuvofiqlik yuzaga kelishi mumkin. Bu esa aprel oyidagi masalan pensiyaning 1% oshirilgan qismi yoki boshqa qo'shimcha to'lovni kechiktirishi yoki butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin. Pulni to'g'ri hisoblab chiqish va o'tkazish uchun Oysha bu o'zining shaxsiy ma'lumotlarini, ayniqsa familiyasini barcha tegishli davlat idoralarida bir xil ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Rustam aka 72 yosh, 1912 yilda tug'ilgan. Rustam aka 5 yil oldin Toshkent shahridan Samarqand viloyatiga ko'chib o'tgan. Ammo o'zining nafaqa hujjatlarini Samarqanddagi pensiya jamg'armasiga rasman o'tkazmagan. Toshkentdagi pensiya jamg'armasi uning nafaqasini bank kartasiga o'tkazib yuborardi. Yangi tizimda esa ma'lumotlar mahalliy pensiya jamg'armalari tomonidan qayta tekshirilib, tasdiqlanadi. Agar Rustam akaning doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar tizimda mos kelmasa, aprel oyidagi to'lovlar, masalan, hukumat tomonidan ajratilgan 300 ming so'm miqdoridagi prezident sovg'asi to'xtatilib qolishi mumkin. Uning nafaqa ishi yashash joyi bo'yicha rasmiylashtirilmagani, uning ma'lumotlari eskirgan yoki to'g'ri emas deb baholanishiga olib kelishi mumkin. 4. Ziyoda opa 70 yosh, 1904 yilda tug'ilgan. Ziyoda opa doim nafaqasini bank kartasiga olardi. Ammo uning bank kartasining muddati o'tgan yilning dekabr oyida tugagan. Yangi kartasini esa bankdan hali olmagan yoki olgan bo'lsa-da, uning rekvizitlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etishni unutgan. Aprel oyida unga nafaqasi bilan birga jami 1.800 ming so'm miqdorida umumiy to'lov kelishi kutilmoqda. Agar uning kartasi amalda bo'lmasa, bu pul bankka kelib, keyin pensiya jamg'armasiga qaytib ketishi mumkin. Bunday holatda pulni qayta olish uchun u bir necha kun yoki hatto hafta davomida bank va pensiya jamg'armasi o'rtasida yugurib yurishiga to'g'ri keladi. Bu esa unga jiddiy noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun ham kartaning amalda bo'lishi va uning rekvizitlari dolzarb bo'lishi nihoyatda muhim.
Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslar. Bu yangi tizimda va yangi to'lovlar mexanizmida ayrim istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'zdan yashirin bo'lib tuyuladigan nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha muammolardan xalos etishi mumkin. Istisnolar. To'shakda yotgan yoki nogironligi bo'lgan shaxslar. Jismoniy imkoniyati cheklangan, doimiy ravishda parvarishga muhtoj bo'lgan yoki to'shakda yotgan nafaqa oluvchilar uchun alohida mexanizmlar mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ularning nomidan vasiy yoki homiy ish yuritishi yoki pensiya jamg'armasi xodimlari ma'lumotlarini uyda joyida yangilash uchun borishi mumkin. Ammo bu holatda ham vasiylik hujjatlari to'liq va qonuniy bo'lishi shart. Ya'ni agar siz to'shakda yotgan qarindoshingiz uchun ish yuritsangiz, uning ishonchnomasi yoki vasiylik hujjatlari rasmiylashtirilganiga ishonch hosil qiling. Vasiylik va homiylik ostidagi shaxslar agar fuqaro qonuniy vasiy yoki homiy nazorati ostida bo'lsa, u holda barcha zaruriy ma'lumotlarni yangilash va pul mablag'larini olish jarayoni vasiy, homiy tomonidan amalga oshiriladi. Lekin bu yerda ham barcha hujjatlar, xususan vasiylikni tasdiqlovchi qaror yoki guvohnoma yuridik jihatdan to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Agar ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lsa, vasiyning ham shaxsiy ma'lumotlari tizimda aniq bo'lishi talab etiladi. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish lozim bo'lgan holatlar, firibgarlar eng katta tuzoqlardan biri bu firibgarlikdir. Sizga pensiya jamg'armasidan, ijtimoiy himoya agentligidan yoki bankdan deb telefon qo'ng'iroqlari yoki SMS xabarlar kelishi mumkin. Unda sizning aprel oyidagi to'lovingizni amalga oshirish uchun bank kartangizning raqami, kodi yoki CVC kodi so'ralishi mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni hech kimga axsiratmay qo'ying. Davlat tashkilotlari yoki banklar sizdan telefon orqali PIN kod yoki CVC kod so'ramaydi. Bunday holatda darhol telefonni qo'ying yoki SMS ga javob bermang. Agar shubha tug'ilsa, rasmiy ishonch telefonlariga murojaat qiling. Xodimlar tomonidan noto'g'ri ma'lumot kiritish. DXM yoki pensiya jamg'armasi xodimlari inson omili sababli ma'lumotlarni kiritishda xatolarga yo'l qo'yishlari mumkin. Masalan, ism, familiyani harfida adashish, bank rekvizitlarini noto'g'ri yozib olish. Shuning uchun siz topshirgan arizangiz yoki kiritilgan ma'lumotlaringizning nusxasini olganingizda uni diqqat bilan tekshiring. Har bir raqam, har bir harf muhimdir. Bürokratik kechikishlar ba'zan. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng ham pul kelmay qolishi mumkin. Bu tizimdagi yuklanish, serverdagi nosozliklar yoki oddiygina xodimlar tomonidan hujjatlarni o'z vaqtida qayta ishlamasligi sababli yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda sabrli bo'lish va rasmiy kanallar orqali murojaatlaringizni takrorlash yoki holatni so'rashdan tortinmaslik kerak. Muddat o'tgan bank kartalari yoki unutib qo'yilgan PIN kodlar. Ba'zi kechaksa fuqarolar bank kartalarining muddatini tekshirishni unutishadi yoki PIN kodlarini eslay olmay qolishadi. Kartaning muddati o'tgan bo'lsa, unga pul tushmaydi. PIN kod unutib qo'yilgan bo'lsa, pulni yechib olishning iloji bo'lmaydi. Bu esa pulning kelmay qolishiga emas, balki uni ishlatish imkoniyatining yo'qolishiga olib keladi. Bankka murojaat qilib, yangi karta ochish yoki PIN kodni qayta tiklash kerak bo'ladi. Boshqa shaxsning kartasidan foydalanish. Hukumat siyosatiga ko'ra ijtimoiy to'lovlar, pensiyalar, nafaqalar faqatgina to'lov oluvchining o'z shaxsiy bank kartasiga o'tkazilishi shart. Agar siz nafaqangizni farzandingizning, nevarangizning yoki boshqa qarindoshingizning kartasiga o'tkazib olgan bo'lsangiz, aprel oyidan boshlab bu holat muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki tizim ma'lumotlarini solishtirganda karta egasi bilan nafaqa oluvchi shaxsning JSHIR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamlari mos kelmasligini aniqlaydi va to'lovni bloklaydi. Siz o'zingizning nomingizga karta ochib, uning rekvizitlarini taqdim etishingiz kerak. Noaniq nüanslar, davlat reyestrining murakkabligi. Davlat reyestri deganda faqat bitta ma'lumotlar bazasi tushunilmasligi kerak. Aslida bu bir-biri bilan integratsiyalashgan bir nechta tizimlar to'plamidir. Bu IIVning pasport ma'lumotlari bazasi, DPJning nafaqa ma'lumotlari bazasi, mahalla qo'mitalarining ijtimoiy himoya ma'lumotlari, soliq qo'mitasining tinch ishir ma'lumotlari va boshqalar bo'lishi mumkin. Agar sizning ma'lumotlaringiz ushbu tizimlardan birortasida boshqasiga mos kelmasa, muammolar paydo bo'ladi. Masalan, IIVda manzilingiz yangi, ammo pensiya jamg'armasida eski manzilingiz turgan bo'lsa, tizim buni nomuvofiqlik deb baholashi mumkin. Hatto ba'zi to'lovlarni karta orqali olsangiz ham,
Hatto agar siz ba'zi to'lovlarni, masalan, oddiy pensiya pulini muntazam ravishda bank kartasi orqali olsangiz ham, aprel oyidagi yangi yoki qo'shimcha to'lov uchun qayta tekshiruv talab etilishi mumkin. Ba'zi yangi dasturlar uchun fuqarolardan qo'shimcha rozilik yoki ma'lumotlarni tasdiqlash talab qilinadi. Shuning uchun men doim olaman-ku deb beparvo bo'lmang. ASJSHIR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami va TIN soliq to'lovchining identifikatsiya raqamining ahamiyati. Bu raqamlar sizning barcha davlat tizimlaridagi shaxsiy identifikatoringizdir. Agar bu raqamlarda yoki ular bilan bog'liq ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, sizning shaxsingizni tasdiqlashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu esa to'lovlarning kechikishiga yoki bloklanishiga sabab bo'lishi mumkin. Pasportingizdagi SSHIR raqami aniq va to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. 3-asosiy qism amaliy maslahatlar. Fuqaro nima qilishi kerak? Xo'sh, yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan holda aprel oyida kutilayotgan pullarni muammosiz olish uchun siz qanday aniq qadamlarni bosishingiz kerak? Qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlar to'plash va nimalarni yozish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati o'tgan bo'lsa, darhol yangisiga murojaat qiling. Pasportingizdagi ism, familiya, ota ismi, tug'ilgan sanasi va doimiy yashash manzilingizni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Xato yoki nomuvofiqliklar bormi? Agar bo'lsa, ayning tegishli bo'limiga murojaat qilib, ularni tuzatishingiz lozim. SSHIR raqamingiz. Pasportingizning orqa tomonida yoki ichki sahifalarida SSHIR raqamingiz yozilgan bo'ladi. Bu raqamning aniqligi va boshqa hujjatlardagi raqamlar bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar shubha tug'ilsa, DXMga murojaat qiling. Ikkinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Amalda ekanligi, bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Karta ustidagi sana o yil uning oxirgi amal qilish muddatini ko'rsatadi. Agar muddati o'tgan bo'lsa, darhol kartangizni chiqargan, bankka murojaat qilib yangisini oling. Shaxsiy karta. Kartaning sizning nomingizga ochilganligiga ishonch hosil qiling. Yuqorida aytib o'tganimizdek, boshqa shaxsning kartasiga nafaqa olish muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Agar sizda shaxsiy karta bo'lmasa, darhol bankda o'zingizning nomingizga karta oching. PIN kod. Kartangizning PIN kodini eslab qolganingizga yoki xavfsiz joyda saqlayotganingizga ishonch hosil qiling. Agar eslay olmasangiz, bankka murojaat qilib, uni qayta tiklating yoki yangi PIN kod oling. 3 qadam. Rasmiy ma'lumot manbalariga murojaat qiling. Ishtishona telefonlar, O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining, BIMBigatan, Ijtimoiy himoya agentligining, BIM-6 yoki davlat xizmatlari markazlarining BIM qo'mitaga yagona ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, o'z ma'lumotlaringizning holati va aprel oyidagi to'lovlar haqida so'rang. Qo'ng'iroq qilayotganingizda pasport ma'lumotlaringizni tayyorlab qo'ying. Rasmiy veb-saytlar, Pensiya jamg'armasining, Pensiya.uz, Ijtimoiy himoya agentligining ishi. Uz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali www.topmay.gov.uz orqali o'z shaxsiy kabinetlaringizga kirib ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu saytlarda siz o'zingizning pensiya hisob varag'ingizning holatini, to'lovlar tarixini va shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarligini ko'rishingiz mumkin. Qadam. Muassasalarga tashrif buyuring agar kerak bo'lsa. Agar yuqoridagi tekshiruvlar natijasida ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik aniqlansa yoki bank kartangiz bo'lmasa, shaxsan tegishli muassasalarga borishingiz shart. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM bir darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Pasport ma'lumotlaringizni yangilash, SSHIR bilan bog'liq muammolarni hal qilish, bank kartasi ochish uchun yo'llanma olish yoki yangi pensiya kartasi ochish uchun arizalar topshirishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari. Agar sizning muammongiz bevosita pensiya hisoblash, uni o'tkazish bilan bog'liq bo'lsa, shuningdek shaxsiy ma'lumotlaringizni pensiya jamg'armasi tizimida yangilash kerak bo'lsa, bevosita o'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mahalla qo'mitalari. Ba'zi ijtimoiy yordamlar mahallalar orqali ham rasmiylashtiriladi. Agar sizga moddiy yordam kelsa, mahallangizda ham ma'lumotlarni so'rang. Tijorat banklari. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa yoki kartangiz muddati o'tgan bo'lsa, istalgan tijorat bankining filialiga borib, o'zingizning nomingizga Humo yoki Uzsat bank kartasi oching.
Bu kartaga pul o'tkazish uchun kerakli rekvizitlarni karta raqami, hisob raqami, bankdan oling. Atash qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsiy pasportingiz yoki ID kartangiz. JSHIR raqamingizni tasdiqlovchi hujjat odatda pasportingizda ko'rsatilgan. Bank kartasi agar mavjud bo'lsa va uning rekvizitlarini yangilash kerak bo'lsa. Pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, ba'zi hollarda familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajralish guvohnomasi kabi qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Nima yozish kerak? Odatda sizdan standart shakldagi ariza to'ldirish so'raladi. Bu arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ism, familiya, tug'ilgan sana, manzil, pasport seriya va raqami, JSHIR, shuningdek yangilanadigan ma'lumotlarni, masalan, yangi bank kartangizning rekvizitlari, karta raqami, hisob raqami aniq va to'g'ri kiritishingiz shart. Agar ma'lumotlardagi xatoliklarni tuzatish uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, qaysi ma'lumotda xatolik borligini va uning to'g'ri variantini ko'rsatishingiz lozim. Ariza matni aniq, tushunarli va keraksiz tafsilotlarsiz bo'lishi kerak. Eslatib o'tamiz, arizani to'ldirayotganingizda har bir raqamni va harfni diqqat bilan tekshiring. Asl 5 qadam natijani kuzatib boring. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng shunchaki kutib o'tirmang. XM'da arizangizga biriktirilgan raqamni yoki pensiya jamg'armasida murojaatingiz qayd etilgan sana va raqamni olib, uni saqlab qo'ying. Bir necha kundan so'ng yuqorida aytilgan ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, murojaatingizning holatini so'rashingiz mumkin. Bu sizning ishingizning o'z vaqtida ko'rib chiqilishini ta'minlashga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, qadrli do'stlar, agar siz 1907-yildan oldin tug'ilgan bo'lsangiz yoki sizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz orasida shu toifadagi fuqarolar bo'lsa, bu videodagi ma'lumotlar ular uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Davlat tomonidan ajratilayotgan pul mablag'lari bevosita sizning qo'lingizga yetib borishi uchun va bank rekvizitlaringizning davlat reyestrlarida to'liq, aniq va dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu jarayon sizdan biroz vaqt va e'tibor talab qilishi mumkin, ammo bu harakatlar aprel oyida kutilayotgan moliyaviy yordamni muammosi olishingizga kafolat beradi. Unutmang, har bir o'zgarish avvalo sizning farovonligingizni oshirishga qaratilgan. Shuning uchun beparvo bo'lmang, harakat qiling va o'zingizning haqqingiz bo'lgan puldan mahrum bo'lmang. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videongizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bu videoni ayniqsa 1907-yildan oldin tug'ilgan yaqinlaringizga, ota-onalaringizga, bobo-buvlaringizga yuboring. Ular ham bu muhim ma'lumotdan bexabar qolmasinlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha